aytardilarki, ayol kishining tabiati tez o'zgaruvchan bo'ladi. Bir xursand bo'lib turgan bo'lsa, birdaniga xafa holatga o'tish oson, xafa holatdan xursand holatiga o'tib ketish oson. Yaxshi tushungan ekanlar. Yaxshi tushunganlar. Shuning uchun ularni ko'p afv qilish kerak, ularni ko'p qattiq tergamaslik kerak, ularni tushunish kerak deb aytardilar. Keyin buni sababini ham chiroyli talqin qilib berganlarda, mana ayol kishining o'zgaruvchanligini, ularga nisbatan ko'ngilni keng qilish, ko'ksni keng qilish, agar xatoga o'xshagan narsalar sodir bo'lsa, bilmaganga o'xshab o'tkazib yuborishlarini o'sha gaplarda aytganlar. Va buni hikmati deganlar yoki buni sababi ayol kishining shunaqa yaralishi, hissiyot bilan yaralishi, chunki u farzandni dunyoga keltiradi va farzandni tarbiya qiladi. Farzandni dunyoga keltirish jarayonida u hissiyotlarni o'zgartirishga, tez o'zgarishga muhtoj. Agar qotib bir xil o'rinda turaversa, bu narsalarning jarayoni qiyin bo'lib ketardi. Misol uchun akamizning gaplari borda, agar erkakcha o'ylaydigan bo'lganda ayol kishi o'zini jonini qiynoqqa qo'yib farzandli bo'lmasdi derdilar. Ya'ni shu farzandni dunyoga keltirib mashaqqatini ko'tarish uchun erkakdagi aql emas, ayolning qalbidagi, hissiyotidagi hissiyot zarur. Mana shuni Hazratimiz ochib berganlar va farzandni tarbiyasi jarayonida ham agar qattiq bo'lib aqlga tayanib turib oladigan bo'lsa, masalan, farzand qilgan xato uchun aql bilan uni muhokama qilish boshlaydi, lekin mehr bo'lsa, uni afv qiladi, erkalaydi, esidan chiqaradi. Shular uchun mana ayollarda bo'lgan, mujassam bo'lgan, hozirgi tilda, ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, gormonal o'zgarishlarni erkak kishi qabul qilib to'g'ri tushunish kerak. Va yana aytardilarki, ayollarga shunaqa bir ajoyib xususiyat beriladiki, ba'zida charchog'idan uxlaganida qulog'ini tagida zambarak otib olsa bilmasligi mumkin. Lekin bolasi desa, o'shanga uyg'onadi. Alloh taolo shunaqa yaratgan derdilarda. Mana shu gaplardan ayol kishini juda to'g'ri tushunganlarini, to'g'ri qabul qilganlarini va ularga to'g'ri munosabatda bo'lishlarini bilardik. Haqiqatda marhamatli edilar.